Bugungi kunda salomatlik marafoni aholi sog'lig'ini muhofaza qilish, kasalliklarning oldini olish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda muhim amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Shunga muvofiq Buxoroda ham ushbu tashabbus ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Xususan, viloyat diagnostika markazida start olgan loyiha doirasida 80 nafar yotoqdagi kam ta'minlangan aholi va urush faxriylari tibbiy ko'rikka olib kelindi. Tibbiyot institutining malakali shifokorlari ishtirokida jami 345 nafar fuqaro ko'rikdan o'tkazildi. Natijada 94 nafarda kasallik aniqlanib, 73 nafar ambulator, 11 nafariga statsionar davolash tavsiya etildi. Bir nafar bemor koronagrafiya tekshiruviga yo'naltirildi. Buxoro shahrida sog'lomlashtirish oyligi tadbiri o'tkazilishi belgilangan. Mazkur sog'lomlashtirish oyligi doirasida Buxoro viloyat diagnostika markazida viloyatning eng malakali bosh mutaxassislari, Buxoro davlat tibbiyot institutining professor o'qituvchilari ishtirokida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik, xatlov va skrining tadbirlaridan o'tkazib, ularda kasalliklarni erta aniqlash va o'z vaqtida sog'lomlashtirish tadbirlarini belgilash reja qilganmiz. Mana shu tadbir doirasida hozirda 300 dan ortiq fuqarolarni ko'rikdan o'tkazdik. Ularda turli xildagi kasalliklarni ilk bosqichda aniqladik. Undan tashqari bizda mobil proskan, mobil poliklinika, mobil mammograf apparatlari ham salomatlik marafoni doirasida demak fuqarolarimizni ko'rikdan tibbiy tekshiruvlardan o'tkazib, ularda ham kasalliklarni aniqlab, sog'lomlashtirish rejalari tuzilib, sog'lomlashtirish ishlari boshlab yuborilyapti. Tadbir doirasida sog'lom ovqatlanish yarmarkasi tashkil qilinib, fuqarolarga sog'lom ovqatlanish tamoyillari bo'yicha batafsil tushunchalar berilmoqda. Marafon sabab shahardagi 11 ta oilaviy poliklinikada bir vaqtning o'zida kunlik tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Ularda bepul ko'rikdan o'tkazilib, birlamchi kasalliklar aniqlandi. Tadbir doirasida maktablarda faoliyat yuritayotgan maktab hamshiralari uchun reproduktiv salomatlik, sog'lom turmush tarzi va tibbiy savodxonlik bo'yicha o'quv mashg'ulotlari hamda qandli diabet, yurak-qon tomir kasalliklari, ayollar salomatligi yo'nalishida workshoplar o'tkazildi. Bundan tashqari, mehnat faxriylari, ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar ham qamrovga olinib, ularga bepul davolanish uchun yo'llanmalar Mana bugun prezidentimiz tashabbuslari bilan salomatlik marafoni o'tkazilyapti. Xalqimiz bepul tibbiy ko'rikdan o'tdik. Qanday kasallarimiz borini shifokorlarimiz har birimiz bilan alohida suhbat qildilar. Men minnatdorman. Bu hammasi xalqimiz sog'ligi yo'lida qilyapti. Xalqimiz sog' bo'lsa, hamma ishlarimiz o'ngidan kelaveradi. Salomatlik marafoni nafaqat ommaviy tibbiy ko'riklar, balki aholini sog'lom turmush tarziga chorlovchi o'ziga xos tashabbus bo'ldi. Rejaga asosan marafon bo'lajak tibbiyot xodimlari, professorlar va malakali shifokorlarni bir davraga jamladi. Tadbirlar doirasida fuqarolar uchun kengaytirilgan bepul tibbiy ko'riklar yo'lga qo'yildi. Ko'rik jarayonida mobil poliklinika, ko'chma statsionar rentgen apparati, mobil mammograf hamda ijtimoiy dorixona beminnat xizmat ko'rsatdi. Shuningdek, aholi 13 turdagi diagnostik tekshiruvlardan o'tdi. Bu salomatlik marafondan ko'zlangan asosiy maqsad shu Buxoro shahar aholisini ham profilaktik, ham chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan o'tkazib, bularni keyinchalik ambulator tartibida, statsionar tartibida, Buxoro shahar shifoxonasida yoki viloyat muassasalarida yoki respublikada sog'lomlashtirishni o'z ichiga oladi. Mazkur salomatlik marafoniga biz mobil 20 ga yaqin texnikalarimizni, tibbiy texnikalarimizni jalb qilganmiz. Xuddi shunday tez tibbiy yordam, reanimobillar yordamida biz aholimizni, demak, yotoqda qolgan yoki nogironligi bo'lganlarni uyidan tibbiy brigada bilan olib kelgan holda bularni sog'lomlashtirib, tibbiy ko'rikdan o'tkazib, mutaxassisning xulosasi bilan xonadonlariga yana olib borib qo'yamiz. Buxoro davlat tibbiyot institutida malakali professor o'qituvchilar va tajribali shifokorlar ishtirokida o'tkazilgan tibbiy ko'riklar davomida jami 412 nafar fuqaro to'liq tekshiruvdan o'tkazilib, tegishli tibbiy tavsiyalar berildi. Endi bunday marafonlarni o'tkazishdan asosiy maqsadi faqat davolash emas, bunday marafonlarni o'tkazishdan maqsad aholimizni salomatligini tiklash, aholimizga sog'lom turmush tarzini o'rgatish. Bugungi kecha kunduzda aytish kerakki, haqiqatan ham xalqimiz ancha hozir tibbiy madaniyati oshdi, tibbiy bilimi oshdi. 5000 qadam, 3000 qadam holiga qarab yurishlar marafonlari bo'lib o'tyapti. Bugungi tadbir mana shuni bu yerda yoritish, shuni bir xalqimizga yana bir yetkazish maqsadida tashkil etilyapti.
Chuqurlashtirilgan ko'rik natijalariga ko'ra murojaatchilarning 339 nafari ambulator, 73 nafari statsionar davolanishga yo'naltirildi. Shundan 34 nafar bemor yuqori texnologik operatsiyalar uchun belgilanib, 10 nafar bemorga koronagrafiya tekshiruvi tavsiyasi berildi. Har bir fuqaro uchun manzilli sog'lomlashtirish rejalari ishlab chiqildi. Xuddi shunday mazkur tadbirimizda sog'lom ovqatlanish, sport bilan shug'ullanish, mana shaxmat, shashkat, 5000 qadam yurish tadbirlarini va hamshiralarimiz, patronajlarimiz, targ'ibotchilarimiz tomonidan aholi gavjum joylarda, masalan bozorlarda, supermarketlarda turli demak ommaviy tadbirlarni o'tkazib, aholini albatta kasal bo'lishini oldini olish, ya'ni sog'lom turmush tarzi, sog'lom ovqatlanish, shaxsiy gigiyena va badan tarbiya bilan shug'ullanishga biz targ'ib qilmoqdamiz. Salomatlik marafoni doirasida viloyat hokimligi, Sog'liqni saqlash boshqarmasi, Buxoro shahar hokimligi, Buxoro davlat tibbiyot instituti va jamoat tashkilotlari hamkorligida ommaviy yurish tadbirlari ham o'tkazildi. Unda 1500 nafarga yaqin aholi ishtirok etdi. Marafon maxsus ishlab chiqilgan marshrut asosida tashkillashtirildi. Ishtirokchilar Labi Hovuz ansamblidan Arqo'rg'oni maydonigacha 5000 qadam piyoda yurib o'tishdi. Tadbirda aholiga sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi plakatlar, bayroqchalar, shuningdek maxsus bezatilgan mototexnika vositalari orqali axborotlar yetkazildi. Marafon davomida sog'liqni saqlash tizimi vakillari tomonidan aholining sog'lom hayot tarzi, jismoniy faollik va profilaktik tibbiy ko'riklarning ahamiyati haqida atroflicha tushuntirishlar berildi. Bugungi marafon inson salomatligi uchun juda foydali bo'ldi. Biz Hindiston fuqarolari ham erta tongdan yoga bilan shug'ullanamiz. Shuningdek, yuguramiz. Keyin sog'ligimiz yaxshilanadi. Sport bu juda yaxshi, sog'lik uchun foydali mashg'ulot. Sog'ligimizni ham tekshirtirmoqdamiz va bunday tadbirlar davomida biz to'g'ri ovqatlanish, gigiyena va salomatlik haqida maslahat olyapmiz. Tadbirda sport mutaxassislari ishtirokida barcha qatnashchilar uchun badan tarbiya mashqlari tashkil etildi. Shuningdek, aholi mobil poliklinikalar tomonidan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Buxoro shahridagi 11-son oilaviy poliklinikada ham aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish maqsadida ommaviy tadbirlar o'tkazildi. Unda asosan e'tibor sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholining tibbiy madaniyatini yuksaltirishga qaratildi. Fuqarolar terapevt, kardiolog, endokrinolog va boshqa malakali mutaxassislar ko'rigidan o'tishdi. Bu marafondan ko'zlangan asosiy maqsad xalqimizni keng qatlamli profilaktik tibbiy ko'riklardan o'tkazish, kasalliklarni erta aniqlash, aholini Dimet elektron tizimiga biriktirish, aniqlangan kasalliklar bo'yicha ambulator va statsionar yo'llanmalarni berish hamda Dimet tizimiga kiritilgan aholini elektron retseptga dori-darmonlar bilan to'liq ta'minlash hamda o'sha bizga laboratoriya tahlillari va o'sha viloyatimizdagi tor soha mutaxassislari ishtirokida chuqurlashgan tibbiy ko'riklar shu elektron tizim orqali integratsiyasini yo'lga qo'yilgan. Bizning asosiy maqsadimiz bu kasallikni davolashdan ko'ra bularni erta aniqlashdan iborat bo'ladi. Tadbirning muhim jihatlaridan yana biri poliklinikada anchadan buyon yuritilayotgan Dimet elektron tibbiyot platformasi imkoniyatlari aholiga keng tushuntirildi. Mazkur platforma orqali fuqarolar tibbiy ko'rik natijalarini elektron shaklda yuritish, shifokorlar qabullariga onlayn navbat olish hamda salomatlik holatini doimiy nazorat qilish imkoniyatiga ega ekani qayd etildi. Qarol bozorining Chekka Bo'ston mahallasida bugungi kunda 1,5 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Shu vaqtga qadar bo'stonliklar bundan 30-35 yil muqaddam qad rostlagan tibbiyot muassasasida muolaja olishga majbur edi. Salomatlik marafoni sabab yangi hayot oilaviy shifokorlik punkti aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sifati jihatdan markazlardagi shifo muassasalari bilan bemalol raqobatlasha oladigan holga keltirildi. Birgina sog'liqni saqlash tizimining birlamchi bog'ini, ya'ni birlamchi tibbiy sanitariya yordamga hurmatli prezidentimiz juda katta e'tibor bermoqdalar. Bugungi kunda Buxoro viloyatida 200 dan ortiq birlamchi tibbiy muassasalarimiz bo'lib, biz birlamchi tizimni agar tahlil qiladigan bo'lsak, o'tgan 25-yilda 70 ga yaqin birlamchi tibbiy sanitariya yordam muassasalarimiz joriy ta'mirlandi, mukammal ta'mirlandi va yangidan qurildi. Bularga davlat mablag'lari hisobidan 180 milliardga yaqin mablag'lar qaratildi. Mana joriy yilda ham 20 dan ortiq birlamchi tizimimizdagi muassasalarni yangidan qurish, ta'mirlash ishlarini reja qilganmiz. Mana bugun viloyatning eng chekka hududi, ya'ni cho'l quvarlar yurti hisoblangan Qorol bozorda demak Bo'ston mahallasida yangi hayot oilaviy shifokorlik punktimizni yangidan ta'mirlanib, qo'shimcha binolar qurilib, bu yerda demak ayollar uchun kunduzgi statsionar 5 o'rinli, erkaklar uchun alohida kunduzgi statsionar 5 o'rinli tashkil qilindi.
mahalla aholisining tashabbuskorligi hamda hamjihatligi natijasida tashabbusli byudjetning 2025-yil mavsumida Yangi hayot oilaviy shifokorlik punktini kapital ta'mirlash bo'yicha ovoz to'planib, g'oliblik qo'lga kiritilgan edi. Buning natijasida mazkur maskan ta'mirlanib, viloyatda birinchilardan bo'lib, Turkiya tajribasi asosida ishlash imkoniyatlari yaratildi. Hurmatli prezidentimizning tegishli farmonlariga asosan yangicha, ya'ni Turkiya tajribasi asosida joriy qilingan bo'lib, bu yerda aholimiz uchun yana qo'shimcha imkoniyatlar, masalan, ona va bola xonasi va u yerning jihozlanishi. Xuddi shunday bu yerda shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish uchun zarur asbob uskunalardan tashkil topgan xonamiz, ya'ni yurakni quvvatlovchi defibrillatorni bo'lishi, kislorod ta'minoti, bu yerdagi turli shoshilinch holatdagi jihozlar va dori-darmon bilan ta'minlanganligi, xuddi shunday bu yerda aholimizni sog'lom turmush tarziga targ'ib qiluvchi burchakda mavjudligi yoki ayrim dori vositalaridan bugungi kunda qochib xalq tabobati yo'nalishida giyohlardan foydalangan holda davolash usuliga keng e'tibor qaratilgan. Maskan ochilishida so'z olganlar so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan tibbiyot sohasiga qaratilayotgan e'tibor va g'amxo'rlik haqida alohida to'xtalib, bunday o'zgarishlar aholining cheksiz minnatdorligiga sabab bo'layotganini ta'kidladilar. Ayniqsa, mazkur poliklinika keksalar, surunkali bemorlar, tug'ruq yoshdagi ayollar va yosh bolali oilalarning uzog'ini yaqin qildi. Prezidentimizga ming bora rahmatlar aytamiz. Shunchalik qo'llab-quvvatlab, hamma sharoitlarimizni taxlab berib, bizga hozir shu kichkinagina mahallamizga shunaqangi chiroyli qiyib barpo qilib berdilarki, bu narsadan biz shuna faxrlanamiz. Mahallamizning har bir aholisining, har bir oilasini og'irini yengil qilib, dardiga malham bo'lgan shifokorlarimiz uchun shu prezidentimiz shuncha imkonlar yaratib berganlari uchun rahmat. Aytish lozim, salomatlik marafoni aholi salomatligini mustahkamlash, jamiyatda sog'lom turmush tarzini qaror toptirishga qaratilgan muhim tashabbus sifatida keng jamoatchilik e'tibor markazida bo'ldi. Eng muhimi, bu kabi tadbirlar aholi o'rtasida kasalliklarning oldini olish, o'z vaqtida tibbiy ko'rikdan o'tish madaniyatini shakllantirishga xizmat qildi. Bunday marafonlar kelgusida ham muntazam o'tkazilishi rejalashtirilgan.